Xitoyning dollardan ayrilish siyosati amalga oshamdi? Avtori Mavlan Yasin. Amerika-Xitoy munosabatining jiddiylashishi va qarshilashishi geopolitika bilan cheklanmaydi. Balki dollar hukmronligining gullanish va tushkunlashishi bilan munosabatlik. Uzundan buyon Amerika dollari xalqaro zapas saqlash, xalqaro raschot belgilagan qimmat o'lchami, pulga aralashishdan iborat 4 muhim iqtidorni asos qilib kelyapti. Shundaqla dunyo savdo endizisi va pul muomala bozoriga intayin muhim ta'sir ko'rsatib kelyapmoqda. 2023-yildan boshlab Amerika Federatsiya Zapas Pul Komiteti pul siyosatini davomli chingitayotgan orqa ko'rinishda dunyodagi nurg'un davlatlar va rayonlar tadbir qo'llanib, dollarga tayinishni azaytadiganligini jakarladi. Saudiya Arabiston Moliya vaziri Muhammad Al-Jadan Davos iqtisod munbirining yillik yig'inida Saudiya Arabiston neft sodasini dollardan boshqa pullar orqali hisobot qilishni o'ylashini xohlaydiganligini bildirdi. Braziliya bilan Argentinadan iborat Janubiy Amerika chet eldagi eng chong ikki iqtisod gavdasi birlikda ikki davlatning o'rtaq pul qurishiga tayyorlik qilayotganligini jakarladi. Eron bilan Rossiya dollarning jazosidan aylanib o'tish uchun bir xil oltin aloyidligi va pulni qurishni muzokara qilyapti. Iroq Markaziy bankisi Xitoy bilan bevosita raschot qilishga yo'l qo'ydiganligini uqtirdi. Sharqiy Janubiy Osiyo allari ittifoqi davlat ministrlari va Markaziy banki ministrlari Indoneziyaning Bali oralig'i yig'ilib pul muomala sodasida dollar, yevro, Yaponiya yeni va Angliya fond sterlingiga beqinib olishni azaytish uchun qizg'in muzokaralar elib bordi. Malayziya bosh vaziri Anwar Xitoyga ziyorat qilib kelgandan keyin parlament yig'inida Xitoyga Osiyo pul fondi tashkiloti qurish tasavvurini o'tirg'a qo'yganligini, buning orqali Osiyo davlatlarining dollar hamda xalqaro pul fondi tashkilotiga tayinib olishni azaytish o'y fikrini aytdi. Shuning bilan bir vaqtda Malayziya Markaziy bankisi bilan Xitoy bu ikki davlat linchit va xalq puli bilan raschot qilish ishini muzokara qilishga boshlaganligini aytdi. Kishilarda tabiiy mundaq savol paydo bo'ladi. Bu dollarsizlashtirish to'lqini dollarning yetakchi o'rnini o'zgartiramdi? Xitoy puli xalqarada texmi ko'p qabul qiladigan va e'tirof qiladigan pulga aylana olamdi? Qisqa muddat ichida bu ahvollarning yuz berishi dollardan ayrilish haqidagi tema yaqinda qiziq nuqta bo'lishga boshladi. Bo'libmi Xitoy buni nihoyat ko'ptirib so'zlashga boshladi. Xitoyning har qanday kuchayishidan ansiraydigan Uyg'ur orasidami bu xil so'z cho'chaklar paydo bo'lib qoldi. Xitoyning nazarida dollardan ayrilish degan gap xalq puli orqali savdoning raschot va to'lashni davomlashtirish degan ma'noni bildiradi. Xitoyni bundaq ishonchiga ilhomlantirgan ikki hodisa bor. Birinchi, Amerika Rossiya bilan Eronga iqtisodiy jazo yurgizib, ularni energiya savdosida dollar hisobot qilish sistemasini ishlatishni chekladi. Bu Rossiya bilan Eronni boshqa hisobot usulini ishlatishga majburladi. Xitoy buni xalq pulining xalqaralashishga fursat keldi deb ilhomlandi. Ikkinchi, bir Xitoy korxonasi bilan bir Fransiya korxonasining savdosi xalq puli bilan hisoblashdi. Xitoy bilan Braziliya o'rtasidagi ba'zi savdolar xalq pulining ishlatishini oshirdi. Saudiya Arabiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirishni o'ylashyapti. Sharqiy Janubiy Osiyo allari o'z davlatining pulining savdo raschotida ishlatish prosentini ko'paytirishga tirishyapti. Xalqaro savdoda xalq pulining bozor qimmati 2,8%, dollarning bozor qimmati taxminan 60%. Xalq pulining salmoqi sal o'rlagan bo'lsa-mu, Amerikaning o'rnini elishi uchun avval Yaponiyaning yenini, ondan Angliyaning fond sterlingini, ondan Yevropaga jang e'lon qilishga to'g'ri keladi. Dollarga mablag' sog'uvchi dollar naqd pulni olgandan keyin Amerika zoyimini situasi bo'ladi. Amerika hukumat zoyimi bo'lsa, nihoyat cho'ng bir bozor.
hozirgi qimmati 54 trilliondan oshadi. Oboroti va bexatarligi yuqori. Shunga har qanday dollar mablag'i avval Amerika zoyim bozoriga berib o'zini saqlay oladi. O'ylab beqing. Agar Braziliya, Iran, Saudiya Arabiston yoki Rossiya Xitoy xalq pulini olsa, o xalq pulining saqlab turadigan bir zamonaviy xalq puli zoyim bozori bormi? Xalq pulining qimmatini baholay oladigan xalq puli zoyim bozori va mulozimati bormi? Xalq puli zoyim bozorining savdo bahosi erkinligi bormi? Xalqaro pul va bexatarlikka mas'ul Dunyo bankisi pul muomala tilgraf jamiyatining statistika sonliq ma'lumotining ko'rsatishicha, dunyo raschot pulida Amerika dollar 41,1%, yevro 36,43%, Angliya fond sterlingi 6,58%, Yaponiya yeni 2,98%, xalq puli 2,19% egallaydi. Bularning ichida xalq puldan boshqasini erkin almashtirg'il bo'ladi. Shuning uchun xalq pulini xalqaralashtirishning haqiqiy raqobati bo'lsa, Xitoy hozirgi kapital boshqarish tuzumini bekor qilish kerak. Buni Xitoy hargiz qilolmaydi. Masalan, agar Braziliya xom materiallarni Xitoyga eksport qilib, xalq pulini olgan bo'lsa, u xalq pulini dollarga almashtira olamdi. Agar Germaniya korxonalari Xitoyga mablag' selib, zavod qursa, kelgusida topgan xalq pulini dollar yoki yevroga o'ngishliq almashtirib chiqili bo'lamdi. Shuning uchun xalq puli o'zining hozirgi kapital boshqarish tuzumini bekor qilmasa, boshqalar xalq puliga erishgan taqdirdami xalq pulini uzun muddat saqlashga jur'at qilolmaydi. Darhol oburti yuqori bo'lgan dollar yoki yevroga almashtirib etishga oldiraydi. Bular xalq pulining xalqaralash yo'lini to'g'rilaydi. Bu masalani hal qilish uchun Xitoy xalq puli raschoti oltin qarallik mol savdosi supisini qurib baqdi. Bu deganlik chet el sotquvchi taraf hisobot qilgandan keyin xalq pulini olganda oltinga almashtirgani bo'ladi. Xitoy bu xil usul orqali xalq pulining xalqaralashishining jalb qilish kuchini oshirmoqchi bo'ldi. Lekin xalqaro savdo va mablag' selishda oltin raschot qilish quroli bo'lolmaydi. Chunki xalqaro savdo va mablag'ning miqdori nihoyat cho'ng. Dunyoda bu miqdorni to'liqligidek oltin yo'q, ham oltinni raschot qilib ishlatishmi qolaysiz. Shunga Xitoyning bu tadbiri tez mag'lub bo'ldi. Buningdan boshqa neft dollarga jang e'lon qilish va Amerika dollaridan ayrilish harakatlari Amerikaning kaskin kuzatishiga va butun kuchi bilan qaytarma hujum qilishiga uchraydi. Dollarning xo'jayinlik o'rnini qo'g'dash Amerikaning eng yuqori manfaati. Neftni dollarga tahdid qilgan podshohlarning umri uzun bo'lmaydi. 1971 yili 8-oyning 15-kuni Amerika prezidenti Nixon Amerika dollari bilan oltinni ayirib etdi va Saudiya Arabiston bilan kelishim tuzdi. Bu kelishim bo'yicha neft savdosi dollar bilan raschot qilinadi. Ondan neft eksport qilgan davlatlarning dollar kirimi Amerika bankasida saqlanadi va Amerika zoyimini setib oladi. Amerika Saudiya Arabistonni askariy mudofaa bilan ta'minlaydi. Saudiya Arabistondan demokratiyalashni talab qilmaydi. Amerika bilan Saudiya Arabiston bu kelishimga qo'l qo'ydi. Mana bu neft dollarining siyosiy orqa ko'rinishi. Neft ham strategik moddiy ashyo. Har qaysi davlatlar cho'qim setib olishga tegishli halqalik moddiy ashyo. Neft setib olish uchun har qaysi davlatlar tirishib eksport qilib dollar tepishga intiladi. Xitoy bu nuqtani ko'rib yetalaydi. Xalq pulini xalqaralashtirishdagi bo'sish eg'izi bo'lsa, energiya savdosida xalq puli ishlatishga amal qilish. Ammo O'rta Sharq rayonida Amerikaning dengiz armiyasi o'rnashtirilgan. Amerikaning harbiy kuchi Saudiya Arabistonining davlat bexatarligiga kapolatlik qiladi. Buni Xitoy texmi qilolmaydi. Amerika dollar pul muomala hukmronligining muhim tuvruki bo'lsa, Amerika harbiy hukmronligi. Yana bir tarafdan pul muomala hukmronligining muhim roli bo'lsa,
harbiy hukmronligiga kapolatlik qilish. Shunga pul muomala bilan harbiy ishlar bir-birini to'liqlaydi. Demak, xalq puli dollarga jang e'lon qilmoqchi bo'lsa, Xitoyning cho'qim yetarlik Yiroq okean dengiz armiyasi bo'lishi kerak. Shuning uchun bu masalani analiz qilganda dollar bilan neftning bog'lanishini emas, dollar bilan harbiy kuchning bog'lanishini ko'zda tutish kerak. Xitoyda bunday kuch mavjud emas. Navbatda xalq pulini xalqaroda 5 cho'ng raschot pulining birsi qilib qabul qilishning muhim sababi Xitoyning tashqi perevod zapisi taxminan 3 trillion 100 milliard dollar. Bu faqat yuzaki ahvol. Haqiqiy ahvol bo'lsa, Xitoyning 2 trillion 800 million dollar tashqi qarzi bor. Bu albatta to'lanadigan pul. Shuning uchun Xitoyning tashqi perevod zapisi amaliyoti taxminan 300 milliard. Bu xalq pulining xalqaralashishida yetarli emas. Amaliyotda bir yo'l bir balvoq Xitoyning tashqi perevod zapisiga foydasiz ta'sir ko'rsatganligi ro'shanlashyapti. Buning tub sababi Xitoy mablag' solgan bu davlatlarda yetarlik iqtisodiy unum kamchil bo'lib, oxirida moliya yukiga aylanib, pulni qaytarib kelinmay, qetib qolgan muqim mulkka aylanib ketdi. Xitoy Xalq Bankasining moliya jadvalida bir yo'l bir balvoqqa solgan mablag'ini tashqi qarzi deb yozilishi mumkin. Biroq amaliyotda bu mablag'larni qaytarib ololmaydi. Navbatdagi xalqaro pul muomala vaziyatida Amerika bilan Yevropa o'simni o'stiryapti. Chunki pul paxalligiga taqobil turish kerak. Xitoy bo'lsa ko'plab pul besyapti. Chunki xalq puli qis bo'lyapti. Bundaq pul siyosatining tangsizlik mablag'ining Xitoydan ayrilib Amerikaga eqib ketib berishini keltirib chiqaryapti. Albatta, bular Xitoyning uy mulk bozori hamda yerlik moliya va bankining mulkiga cho'ng ziyon yetkazadi. Xitoy pulining xalqarolishi texi bir g'oyibona manzara. Dollar sizlashtirishga agashgan bir necha davlatlar, masalan Zimbabve, Venezuela, Livan qatorliq davlatlar Xitoyga ovoz qo'shib, dollar sizlashtirishga intilgan. Bularda tez yomon suratlik pul paxalligi yuz berib, o'zining puli tez vayron bo'ldi. Hammasida o'xshamagan darajada boshqadan iqtisodning dollarlashish siyosati yo'lga qo'yildi. Afrika, Sharqi Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo, O'rta Sharq qatorliq rayonlardagi davlatlarda shiriklik nihoyatda og'ir. Davlat siyosati o'zgarib turdi. Hatto Xitoy bilan Rossiyaning Amerika va G'arb bilan bo'lgan munosabati Putin va Xi Jinpingdan keyin o'zgarish ehtimoli cho'ng. Dollar sizlashtirish va Xitoy xalq pulining xalqaralashishi yaqin mezgilda, ya'ni oldimizdagi 50 yilda faqat bir g'oyadan iboratdir. 2023 yili 9 oyning 17 kuni Amerika Los Angeles